Assalomu alaykum. Bugun 12.05.2026 yil. Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligidan Andijon viloyati tuman Do'lani MFIdagi 1764 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sarimsoq piyoz ekilgan maydon 6,2 gektar, uzunligi 620 metr, bo'yi 100 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda sarimsoq piyoz ekinlari unib chiqqan. Yetishtirish davomida tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirildi. Ushbu loyiha 25 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 25 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Sharq Agrotilla ishlab chiqarish korporatsiyasi biriktirilgan. Loyiha amalga oshirish uchun yetarli bilim va ko'nikmalarga ega. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektarda 10 tonna, jami 62 tonna hosil rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng navbatdagi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalariga daromad yanada oshirib boriladi.